Assalomu alaykum, hurmatli tandir o'chirish ishqibozlari. Mana xudo xolasa navbatdagi ishimiz tugadi. Ko'rishingiz mumkin. Bu zamonaviy ko'rinishdagi tandir o'choqlar tutuni faqatgina mo'ridan chiqadi. Tashqariga umuman tutun chiqarmaydi. Ko'rishingiz mumkin. Mana juda chiroyli holatda bo'ldi. Qazdirish jarayoni bo'lyapti. Kimga shunaqa chiroyli zamonaviy ko'rinishdagi tandir o'choqlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Demak, birinchisi 30 litrli qozon hamda 60 litrli qozon. Ana yonishini ko'rishingiz mumkin. Suyimiz qaynayapti mana. Bu yerda partamiz joylashgan 2 metrlik.